Xalq deputatlari Xiva shahar kengashi 9-Oydinko'l saylov okrugining Milliy tiklanish demokratik partiyasidan saylangan deputat Alloberganova Shahlo Botirovna Xiva shahridagi 9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqdaman. Mutaxassisligim bo'yicha o'quvchilarga rus tili fanidan dars beraman. Oliy toifali o'qituvchiman. O'qituvchi bu nafaqat bilim beruvchi, balki insonlarni hayotini muhim yo'l boshchisi. Har birimizning yutuqimiz, jamiyatimizning taraqqiyoti, yurtimizning kelajagi ana shu fidoyi ustozlarning mehnati bilan bog'liq. Milliy tiklanish demokratik partiyasi hamisha ta'lim sohasi, o'qituvchi va murabbiylarning manfaatlarini himoya qilishga katta e'tibor qaratib kelmoqda. Partiyamiz dasturlarida o'qituvchilarni mehnatini qadrlash, ularni ijtimoiy mavqeini yanada yuksaltirish asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Davlatimiz rahbari so'nggi yillarda ta'lim tizimini rivojlantirish, o'qituvchilarni rag'batlantirishga katta e'tibor qaratib kelmoqdalar. Bu biz deputatlar zimmasiga yanada katta mas'uliyat yuklaydi. Fursatdan foydalanib, barcha ustoz va murabbiylarni kasb bayramlari bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, ishlaringizga ulkan zafarlar tilayman. Eng muhimi, siz tarbiyalayotgan yoshlarimiz kelajagimizni porloq qilishlariga ishonaman. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar.